Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da ötküzülgen işki kabineti yığınından keyin maxsus Şivitsiyadagi Qur'on Karimni ko'ydirish qilmish to'g'risida to'xtalgan bo'lib, e'lon qilgan bayonotida Shivitsiyaning Stokholmdagi Turkiya elchixonasi oldida Daniyaning o'ngchil qattiq yo'nalish partiyasi rahbari Rasmus Paludanning Qur'on Karimni ko'ydirishga ruxsat qilishi qattiq norozilik bildirib, Shivitsiyaning Turkiya Cumhuriyetining va yoki musulmonlarning diniy e'tiqodiga hurmat qilmasa, Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti NATO masalasida qo'llashga erisholmaydiganligini elchixona oldida bundaq numussizlarcha qilmishning yuz berishiga sabab bo'lganlarning NATOga a'zolik iltimosi masalasida xayrixohlik qilishni kutmasligini ta'kidlagan. Shuning bilan bir vaqtda Misrdagi Al-Azhar universitetining barliq musulmonlarni Gollandiya va Shvetsiya mahsulotlarini boykot qilish chaqiriqi Shvetsiya hukumatini sarosimga solgan. Shvetsiya bosh ministri Olaf Kristersson davlat televiziya kanalida bayonot berib, Al-Azharning boykot qilish chaqiriqining Shvetsiyaning nurg'un musulmon davlatlari bilan bo'lgan yaxshi munosabatiga ta'sir ko'rsatadiganligini o'tirib qo'ygan. Daniyaning Ashqul o'ngchil qattiq yo'nalish partiyasi rahbari Rasmus Paludan 21 yanvar kuni Turkiyaning Stokholmdagi elchixonasi oldida Qur'on Karimni ko'ydirgan. Saqchilarning himoyasi sodir qilingan bu voqea jarayonida namoyishchilarning Paludanga yaqinlashishiga yo'l qo'ymagan. Gollandiyadami irqchi iqlimdagi g'arbning islomlashiga qarshi vatanparvar Yevropaliklar harakati rahbari Edwin Wagensveld 23 yanvar lohiyada Qur'on Karimni yirtgan. Qur'on Karimga arqa-arqadan qilingan mazkur qabih haqoratlardan keyin Misrdagi Al-Azhar universiteti barliq musulmonlarni Gollandiya va Shvetsiya mahsulotlarini boykot qilishga chaqirgan. Bu haqda Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdul Qarqash apandi munolarni qayd qildi. Qizil Xitoy kommunistlari Sharq Turkistonni besib olgandan buyon diniy kitoblarni, jumladan islomning dasturi bo'lgan Qur'on Karimni ko'ydirib kelyotdi. Birlab emas, yuzlab, minglab ko'ydirdi. Buningga dunyo musulmon ellari ko'z yumdi. Biror davlat, biror tashkilot noroziligini bildirib bayonot bermadi yoki Xitoyning mollariga boykot e'lon qilmadi. Sizlar din bilan siyosatni ayrim ilib bormoqchi emasmidinglar? Siyosatning foydasiga kelganda dindan foydalansizlar. Ammo ozroq zininglarga kelib qolsa, siyosat ayrim, din ayrim deb dinning dafsanda bo'lishiga ko'z yumisizlar. Qani sizlardagi haqqoniyat. Xitoydan qo'rqsanglar e'tirof qilinglar ey musulmon ellari. Yoki dunyo manfaatinglar sizlarning dininglardan g'olib keldimi? Yurkinglarni tutib o'ylab beqinglar. Sharq Turkistonda diniy kitoblar yo'q qilinib qolmay, shu dinga va shuning dasturi bo'lgan Qur'on Karimga sahib chiqqan nurg'un ahli ilm, qori Qur'onlarni Xitoy turmalarida o'ltirib, cheritib tugatyotdi. Musulmon bo'lgani uchun millionlab irqiy qirg'inchilikqa uchrab, millat sifatida yo'q bo'lish girdog'iga berib qoldi. Buningga butun musulmonlar chorasizmish. Sizlar Uyg'urlar yer sharidan yo'qolib bo'lganda chora tadbir qilamsizlar. Ürümchida 3 yildan buyon nazarband ostida yashayotgan sobiq tutqun qozoq san'atkor Janargul Jumatay xalqaro axborotining ziyoratini qabul qilib, xalqaro jamoatdan yordam talab qilgan edi. Uni telefon orqali ziyorat qilgan tadqiqotchi Run Sittenbergning ma'lum qilishicha, lagerdan chiqqandan keyin nazarbanddan qutula olmagan Janargul Jumatay o'zining Qozog'istonda chalqalgan tijorat ishlarini davomlashtirish uchun pasportga iltimos qilgan bo'lsa-mu, izchil Xitoy tomonidan iltimos rad qilingan ekan. Janargul Jumatay ahvolni xalqaroga oshkorlagandan keyin Qozog'istonning Bejondagi elchixonasi bu ishga aralashishga boshlagan. Germaniyadagi Aynak jurnalining xabar qilishicha, Janargulning yordam chaqiriqi o'tgan yili 30 dekabr kuni chet el taratqularida e'lon qilinib, g'ulg'ul qo'zg'agandan keyin Qozog'istonning Bejon turishliq elchixonasi uningga Qozog'istonning taklifnomasi va viza berish isbotnomasi avatgan. Janargul Jumatay bu rasmiyatlar bilan pasportga iltimos qilish uchun Urumchi shaharlik soqchi idorasiga o'zi borgan bo'lsa-mu, yana soqchilar qabul qilmagan. Aynak jurnalining aytishicha, uningga pasport berilmasligi 2-oyning o'ttirlarida aniq bo'ldi ekan. Janargul Jumatay yaqinda Aynak jurnalining ziyoratini qabul qilib, bir kundan keyin Qozog'iston elchixonasining taklifnomasi va viza berish to'g'risidagi isbotnomasini topshirib olgan ekan. Janargul Aynak jurnaliga bergan uchurda o'zining Xitoyda 2 yil 23 kun lagerga solinish jarayonida uchirgan kechmishlarini oshkorlagan. Buning bilan Janargul Jumatay Urumchi turib, lagerdagi kechmish haqida guvohlik bergan tunji lager shohidi bo'lib qolgan. Aynak jurnalining aytishicha, 47 yoshli Janargulning lagerdagi kechmishi ilgari lagerdan qo'yib berilib, chet elga chiqishga muvaffaq bo'lgan boshqa lager shohidlarining guvohliklari bilan birdaklikka ega ekan. Xabarda necha yildan beri atalmış Şinjan vaziyatini tadqiq qilib kelgan faoliyatchilar va tadqiqotchilarning shohidlarining guvohligini ishonchliklab qaraganligi ta'kidlangan.
Ma'lum bo'lishicha, dаңliq naqshchi Janargul Jumatay 1999-yilda Qozog'istonga chiqib o'qigan va o'qish bitirgandan keyin Qozog'iston axborot sohasida ma'lum mezgil xizmat qilgan ekan. U 2008-yilda Urumchi qaytib kelib shirkat qurgan va qozoq jamiyatida san'at sohasida xizmat qilgan. Uning san'at sohasidagi xizmatlari bir mahal Xitoyning har darajalik davlat organlari tomonidan muayyanlashtirilgan va uningga mukofotlar berilgan. Ammo u keyingi yillarda yayloqlardan ayrilib qolgan va yetarli to'lamga erishalmagan qozoq xalqining dard shikoyatlarini avtonom rayonlik va davlatlik aloqador organlarga yetkazgan. U bu sababli 2017-yil kuzda tutqun qilingan. U 2 yil tarbiyalangandan keyin qo'yib berilgan, ammo mengish turishi qattiq nazorat ostiga ilingan. Nazarband uni so'ygan san'at sohasidan emas, tijorat hayotidan, jumladan tirikchilik hayotidan mahrum qoldirgan. Natijada u Qozog'istonda chala qolgan tijoratini davomlashtirish va shaxsiy turmush ishlarini o'rinlashtirish uchun Qozog'istonga chiqishni planlab, pasportga iltimos qilgan. Uning pasport talbi rad qilinib qolmay, texnik qattiq nazorat ostiga ilingan. Lagerda tortgan azoblari va nazarband ostida boshdan kechirayotganlarga qarab, taqdiridan andish qilgan Janargul ahvolini xalqaro jamoatga oshkorlashni qaror qilgan. Dünya Uyghur Qurultayı ve Baş Ştabi Germaniyadagi tahdid ostidagi xalqlar tashkiloti 27 yanvar bayonot e'lon qilib, Volkswagenning bosh ijroiya direktori Oliver Bilomdan Volkswagenning Urumchidagi zavodini taqashni, Uyg'ur majburiy emgaki bilan bo'lgan aloqasini uzishni talab qilgan. Mazkur bayonot Oliver Belenkenning Xitoyda ziyoratda bo'lgan halqiliq bir vaqtda e'lon qilingan bo'lib, Oliver Belenkenning Volkswagenning ta'minlash zanjiridagi Uyg'ur majburiy emgaki to'g'risida so'z qilish kerakligini, chunki mustaqil mufattish shirkatlarining Sharq Turkistonda tekshirish elib berish mumkinchiligi yo'qligini bildirgan. Bayonot ko'rsatilishicha, Volkswagen Sharq Turkistondagi jazo lageriga yaqin bo'lgan joyda avtomobil ishlab chiqarish zavodi bo'lgan birdan-bir chet el avtomobil shirkati bo'lib, o'zining Uyg'ur majburiy emgaki bilan chetishligi borligini izchil rad qilib kelgan bo'lsa-mu, Angliyadagi Sheffield Hallam universitetining yaqinda e'lon qilgan bir dokladida Volkswagenni o'z ichiga olgan xalqaro cho'ng avtomobil shirkatlarining hammasining digudek Uyg'ur majburiy emgakiga chetishlik ekanligiga oid dalillarni ko'rsatgan. Bayonotda Oliver Bilomning jiddiy va izchil harakat qo'llanib, Volkswagen ta'minlash zanjirining Uyg'ur majburiy emgakidan xoli bo'lishiga kapolatlik qilishi, uning burunqi Volkswagen bosh ijroiya direktori Herbert Destek Xitoy davlatining Uyg'urlar qarta sodir qilayotgan jinoyati mavjud emasdek harakat qilish xatoligini qayta sodir qilmaslikni talab qilgan. Herbert Des ilgari Sharq Turkistonda bo'layotgan ishlardan xabari yo'qligini aytgan. Kanada hökuməti öz dövlətindəki müsəlmanlar cəmiyyətinin duch kelayotgan hujum, irqchilik, ayrimchilik və diniy xushfe'lsizlik qatorliq qilmishlarga qarshi kurash qilish uchun alohida vakil tayinlagan. Kanada Bosh ministri Justin Trudeau bu haqda e'lon qilgan yozim bayonotida kishilik huquq qo'g'duvchisi va jurnalist Amira Ilgavabini Kanadaning islom dushmanligiga qarshi kurashning tunji alohida vakili qilib tayinlaganligini uqtirgan. O Ilgavabining bu vazifaga tayinlanishining Kanada davlatidagi islom dushmanligi va har xil o'chmanlikka qarshi kurashda tashlangan muhim bir qadam ekanligini ta'kidlab, ko'p xillik Kanadaning eng chong afzalliklarining biri ekanligini, ammo nurg'un musulmonlarga nisbatan islom dushmanligi hammaga ayon. Shunga buni o'zgartish kerakligini, davlatda hech kimning o'zining e'tiqodi tufayli o'chmanlikka duch kelmasligi kerakligini bildirgan. Trudeau Kanada hukumatining musulmonlar jamiyatini qo'llaydiganligini, har qanday shakldagi islom dushmanligi, ayrimchilik va o'chmanlikning qabul qilinmaydiganligini ta'kidlagan. 2017 yili 29 yanvar kuni musulmonlar Kanadaning Quebec shahrida bir masjidda ibodat uchun bir yerga jam bo'lganda, masjidga qurolli hujum qilgan Alexander Bessonnet 6 kishini shahid qilgan, 19 odamni yaralandirgan. 2021 yili 6 iyun kuni Ontario shtatining London shahrida piyodalar yo'lda ketayotgan musulmon bir ayolni qasddan minibus bilan so'qib etgan Nathaniel Weltman bir ailedan 4 odamni o'ldirib, 9 yoshli bir o'g'il bolani ig'ir yaralandırgan. Kanada bosh ministri Justin Trudeau bu hujumni terrorlik hujumi deb atagan.